Navada Savsav, Sunchuan, Liu Bei üç katlıbaş birleşip bir şirket kurup kalsa hazır. Bularning ichida odam boshqurishga, boshqapilik rol izlagan bunun bu jansu tikil odamlarning ish xizmatlarini boshqurishga eng munosib bildig'ini Liu Bei, Liu Shuan'da. Mash eng yaxshi tanlash. Nima uchun bunday deyman? Chunki Savsav buni qaytlab e'tirof qilgan. Masalan, ayni yili bu yerga Savsav Guayu'ni o'ziga beqindigan vaqtning o'zida Guayu Liu Bei'ning hayotligini o'qib yenilib buni tashlab ketadi. O'sha vaqtda o'zi Savsav cho'ngyuga dedi-ku, bu mening shuncha yillardan bu yangi eng cho'ng mag'lubiyatim desa, bu cho'ngyu va undan deb ketmaslar desa, jonni olimiz bu desa Savsavning dedi. Men ash Guayu bir odamning ko'nglini tutanmay turib, bir odamni tutib qololmay turib, jonni qanday ilkimga olaman deb Savsavning pek ko'ngli keladi. Cho'ngyu yana dedi-ku, voy bak afsunib ketmaslar deb Guayuning mijoz mashundaqga, bir Guayuni deb bundaq ketsak bo'lmaydi. Guayu andaq mandaq Savsavning dedi, "Yo'q, men bu ishda Guayu'dan ko'rmayman. Guayu'ni yomonlamayman. Bu ishning hammasining sababchisi Liu Bei, men hammasini Liu Bei'dan ko'rman" deydi. Aynili men Liu Bei bilan botirlar qutib paranglashgan vaqtning o'zida jonni olmoq uchun, ilkimizga olmoq uchun nemaga tayanishimiz kerak desa, Liu Bei sadoqat bilan mehribonlikqa degandi. Men uni voy passiv, qaloq, mutassib deb tilab ekanman. Endi bildim. Bugun shuni tunib yetdimki, bu sadoqat, bu mehribonlik Liu Bei'ning qo'lidagi shu qo'sh shamsharga, bu nayt o'tkir dahshatli qurolga aylangan Liu Bei'ning qo'lida. Liu Bei'dan men haqiqatan qo'rqdim bu odamdan deb ketdi. Men hozir mana nima uchun Liu Bei'ning bir odatli borchi, bir ko'p namrat, bir qalandadin bugungidek men bilan pishib tura oladigan jonning uchdan bir yo'l oladigan bu shundoq odamga aylanganligini sababini endi bildim deydi. Shuning uchun bu yerda Liu Bei odam boshqarishga eng mohir deyman. Navada Liu Bei sizning shirkatingizda mas'uliyatli bo'lib bo'lsa va yoki mash odam boshqaradigan mashhur lider Liu Bei'ni tadqiq qilib mash Liu Bei'ni tushunib olsa, sizning shirkatingizdagi odamni yeni bir shirkatga 500 koy, 2000 koy maoshni ortiq biribmi hargiz aktanmaydi. Xotirjam bo'linglar. Shuning uchun Liu Bei'dan ancha-muncha o'rganib qo'yinglar. Endi ba'zilar Liu Bei'ni bir soxta mehribon deydi. To'g'ri, Liu Bei soxta mehribon, lekin bir odam o'ttirga chiqqandan tortib o'lib ketgicha bir umr soxta mehribonlik qila olsa, bu odamni biz yana soxta mehribon deymizmi? Penglunchiga bir penglon qoldiribdilar. Undan so'ng nima uchun Liu Bei bu yerda bir borchidan jonni ushdan birini egallay oldi? Liu Bei muvaffaqiyat qozondimi, mag'lubiyatchimi? Dars kashda bu uch parchalik haqida qissa, g'arbga sayohat, yana suv bo'yida to'xtatomliq jibo qilib paranglashimiz. Yoqtirgan do'stlar, meni Guanju qo'lib, Douyin Guanju qo'lib, Douyin suv kashda kirsanglar, jibojani davomli savollarga javob berman. Kashda jibojani ko'rishaylik. Xayr xo'sh.